Salom bolalar, sizlar bilan bugun men BB007. Xullas men Gojo Satoru Sukunaning jangini tahlil qilib chiqdim. To'g'ri Gojo Satoru yutqazgandir, lekin bir narsani o'ylab qoldim. Agar Gojo Satoru bor kuchini va strategiyasini ishlatib, o'ziga katta baho bermasdan jang qilganda, Gojo balki u bilan teng kelgan bo'lardi. Balki undan ham kuchli bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo Gojoning bilamizki, strategiyasi unchalik yuqori bo'lmagan darajada. Lekin baribir agar Sukuna baribir eng kuchli holatini qaytarib olsa, ya'ni 1000 yil oldingi holatini qaytarib olganda, unda Mahoraga bo'lmasdi. Lekin jismoniy kuch undan Gojoniki ham ularning qolgan narsalari tezlik jihatdan Gojo ustun, lekin tajriba jihatdan Sukuna ustun. Shuning uchun ularni bu holatda teng deb baholab bo'lish mumkin. Lekin agar Megumining tanasi vaqtdagi Mahoragalik holati bo'lsa, unda bu holatda ham ular teng kelishi kerak. Nega deganda, chunki Gojo Satoru bor kuchi va strategiyasini ishlatganida, xo'sh, Sukuna ham bunday qilgan bo'lardi va albatta Mahoraga va boshqa shinigamilar birlashgan holatda Gojo va Sukunaning jismoniy kuchlari teng kelgan bo'lardi. Ammo tezlik jihatdan baribir Gojo ustun, tajriba jihatdan esa albatta Sukuna ustun kelgan bo'lardi va baribir bu jangda ikkalasi ham teng bo'ladi. Men shunday o'ylayman. Kim bu videoga ishonsa, unga like bossin. Mana buni ko'rib olinglar. Baribir Gojo legenda deganlar qo'lang ko'tarsin. Mayli qo'lni ko'tarishni o'rnini bir oqartirib qo'yinglar. Like. Mana shu jangni men aytyapman. Lekin nega Gojo Satoru? Nega aynan Gojo Satoru olti ko'z bilan dunyoga keldi? Va u eng kuchlisi bo'ldi. Bunga javob topish imkonsiz.